Programımız arqılıq məxfi məlumat beribdi, amma biz onun ismini bilməyimiz. Nega? Guvatchini ko'rganmi? Məxfi məlumat bergichilarning hammasi shundoq bo'ladi. To'g'ri, ashundaq soltaklar gap ko'chilab azroq nima bilib olsa, ko'ngli pukib qo'yib yuradi ekan. O'zini kim deb chaqlaydi ekan? Kim bo'lsa. Avval xokkey to'pmaslarimizni topaylik. Sirli xaridorimiz keldi. Turgul bo'lmay nima bo'ladi? Sizlar nima deb o'ylagan? Xushbiroq kelgan. Kechiring. Ko'nni akilam. Sarang nima ekan bu? Sizlar kim? Biz yaxshi odamlar, mashhur amalli qo'g'dug'ichilar. Yordam qilinglar. Birisi meni o'ltirmoqchi bo'layotdi. Ular maqsadiga yetolmaydi. Yuring, boshqa yoqqa boraylik. Güzel hem Batur bil ironiyasi go'yo osmondan tushgandeklar paydo bo'lib, Los Angeles amalliq saqlash shirkatidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhini boshlab, eng xatarlik amalliq saqlash vazifalarini kayni-kaynidan g'albalik tamomlamoqda. Buni tunigun pochta sanduqiga sep qo'yibdi. Bir xizmatdashim yo'qolib ketdi. Yana birisimi kutilmagan voqeaga yo'liqdi. 22-qavatdan derazasidan tushib ketibdi. Xotirjam bo'ling, Toni. Sizni har tarafdan kun bo'yi muofizat qilib, o'pdan qo'g'daymiz. Yo'q. Boshqalar ko'rib qolsa bo'lmaydi. Ular meni maxfiy ma'lumot yo'llabdi deb qolsa. Televiziya stansiyasining odamlarini bilmaydi. Toni, ansirma. Siz 365 programmasiga qatnashishdan ilgari bu yer mutlaq bexatar tura olasiz. Sizlar tushunmabsizlar. Groma neft shirkati maxfiyatlikni oshkorlovchini bilib qoldi. Hamon bir kuni meni tekshirib tepib oladi. To'xtang, Toni. Neft shirkatida nima ish bo'lgan? To'xtanglar. Siz maxfiyatlikni oshkorlagan odam emasmi? 365 programmasi bu ishni ha deb tashviq qilyotdi. Bu sinik tarkibi yuqori alkan yoki rak kasali degan mavzuda beriladigan alayda programma. Naq maydonda bevosita tarqatildi ekan. Ismini oshkorlamagan bir neft shirkati necha yildan buyon bir xil rahim paydo qiladigan moddani ishlab chiqarib setibdi. Shundaq, 5-6 odamni biladi. Siz yuqori qatlamdagi odam o'xshamamsiz? Men Xemek, ular menga tezlikda darajadan tashqari tozalash iqtidoriga ega gaz ishlab chiqishni topshirganda bir chatoqning borlig'ini sezgan edim. Ular chandurmaslikqa urinibdi ekanda. Jinoyatni yepishga urindi deyish kerak. Bilamsizlar, 10 yildan beri ular ashundaq tanarxi azan ximiy va xomashyo bilan sun'iy botil karbonatni ishlab chiqaryotdi. Hamma odamga ma'lum, bu xil modda oksigen bilan uchrasizlar. Chiqaradi. Ahvol bax chatoq ekan. Hatto radioaktiv bilik yamchiga bergandan eg'irda. Shunlashqa biz Tonini 365 programmasining naq maydoniga sog'-salomat olib qo'yishimiz kerak. Hamon bir kuni bir pay o'xshayman. Bu ras. Groman neft shirkati harakatimni ozroq sezib qolsalar, men ishkanligimni bilib oladi. Nega?
Tony, biz aylanib kiraylik. Bu ishni vaqtincha unutib ketdik. Tonyning degani to'g'ri. Biz uni yoshirinch qo'g'daylik. To'g'ri. Men chorlig'uchi saqchi qiyapti kirib, kechida uning uyini aylanib kuzatchilik qilsam bo'ladi. Men to'xyilni tekshirish qiyaptiga kerak. Kunduzi menga tava bo'lsin. Jonning yog'ochchilikdan xabar bor. Tonyga bir necha yog'och kerak ekan. Sizlarni kalla qatirg'izg'im yo'q. Biroq mening texmi yaxshi amalim bor. Tonyning uyining o'dildik uyini ijaraga beradi ekan. Bo'ladi ekan. Bo'ldi. Chimliq pochta sandig'i, ya'ni eshik oldidagi uzun o'rindiqlar dal Tonyning yotoq uyiga udil keladi ekan. Bek yaxshi bo'ldi. Dasha bilan Kaymi kep yordamlashsa bo'pti. Dasha hozir Tonyning uyiga nazorat qilish uskunasi o'rnatyapti. Kay sharoit bilan tanishyapti. Bo'pti amsa, gapimni qaytarib olay. Hammamiz aldirashganmiz. Naqayet. Ner turinglar, yo'l beringlar. Shatxo'ram farishtaga chapsa yo'l bo'shitinglar. Shahar sirti xuddi televizorda ko'rgandikiga o'xshashgan. Buncha ko'p narsalarni akab nim qilatdingiz. Bizda hamma narsa bor tursa. Niqoblanishga ishlataman. Doim kiyimimni yo'ttab turmasam oshkorlanib qolmamdiman. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Men aholilar komitetiga vakolatdan sizlarni qarshi olaman. Men bo'ga appom 365. 365. Bizning kelganimizni qanday bildingiz? Men sizlardan 2 uy neridagi 365 da o'ltiraman. Qaranglar. Sizlar 361 da, men 365 da. Bugun atigan sizlar uchun pishirdim. Nima? Hammalar ko'chib kelamsizlar? Oh, yaqay. Faqat erim ikkimizla ko'chib keldik. Ismim Rossi. Bu mening suyimli erim Daysi. Ular mening ocham Gross bilan eri Vel. Bizga yordamlashgili keldi. Bak yaxshi bo'pti. Amsa mundaq bo'lsin. Sizlar obdan o'rilishib bilinglar. Agar yordam kerak bo'lsa, meni chaqiringlar, tatilmanglar. Xayr, xo'sh. Yaxshi bo'ldi. Endi uy bezashni boshlaylik. Yaxshi bo'ldi. Oh, yo'q. Gulni egiz yerga qo'ysa yomon bo'ldi deydigan gap bor. To'rbonni bu yerga qo'yaylik. Ustingi qavatga yotoqning derisiga hech nima qo'ymaylik. U yerga Maryam miltig'i qo'yamiz. Men hali sapaldan yasalganni dedim. Uni tirak o'rinda ishiltiman. To'rbonning yeniga qo'yaylik. Osmon jismlarini ko'zitishga lozim. Rahmat sizlarga. Pranikanlar. Avayla. Oh, uy ishlariga ipim yo'q. Men nega bilan ko'shni chaqirib kerak. Amsa men nima qilaman? Siz Tonyning uyini nazorat qiling. Birasi o'g'irlikchi kirishi mumkin. Nega? Qanday hissiyatda bo'lyapsiz? Kay Joni ishkanlarni erta kashlik ismini o'rinlashtiribdi. Gapni ochiq desangiz-chi, men tushunamadim. Bak yaxshi bo'g'dik. Ishki xizmatdosh. Mo'rni mo'riga taraf ishlaydi. Bir yotoqda 2 odam tursa, ajoyib romantik bo'ladi. Yana so'zlaydigan bo'lsangiz, mag'zingiz mushtimni tetib qoladi-chi bu. Bakın.
Tony'ning avarchilik yo'liqdim degan fikr emaskan. Qimirlama. Quralimning prosi bormi? Bu aldırma. Katlama. Bo'ladi ekan. Siz yaqında udulduq uyga ko'chib keldingiz-ku deyman, ha? Savolni men so'rashim kerak. Ablah. Ha, so'raver. Siz go'shtsiz tomoq yemsiz. Ha, to'g'ri. Men Tonyning keraksiz narsalarini og'ilib kirdim. U kayningizda turibdi. Qarang. Mana. Keraksiz narsa yig'amsiz? Shundoq bo'lmaychi. Biz muhitga mas'ul bo'lishimiz kerak. İsmim Borik tapmaysan. Rosi Maykidi. Ha, Rosi. Siz mu mushatratda o'tiramsiz? Shundoq. Men mo yaqinda ko'chib kelgan, mushiyaga yaqin. Ko'chaning u tarafida. Ana. Shundaqmi? Yaxshi ekan. Vaqtimiz chiqqanda purchoq uyutimiz pishirib yeylik. Bo'lmasa hozirla. Eringiz nima deb qoldi? Erimmi? Shundoq. Atiganda yugurib etib uning uyinglardan chiqayotganini ko'rdim. Meningcha, uchi ikkimiz ajrash qilyapmiz. Rasmi? Shundaq. To'liqlabsiz. Ish qisi yo'q. Ish qilib har ikkimiz maqsadli turmush qurgan. U bu yerda xizmat tepish uchun meni olgan. Men bo'lsam uning ko'proq kiyim-kechak oldirib olish uchun tekkan. Mana shundaqla ish. Qiziq ekansizlar. Men muhit asrash jamiyatidan. Rasmi? Ras. Shunga men sizda keraksiz narsalar bo'lsa, pasilda quta, botolka degandek narsalar meni chaqirasiz. Qachon chaqirsangiz shu joqda. Menda to'la, so'lo quta, pasilda quta, keraksiz qog'oz gez degandeklar. Ma'qul. Xo'sh. Ishimni qilib boraychi. Ne ketding? Mundaq bo'laversa, mening shirkatim mustaqil so'qilgan Titanic nomli paraxotga o'xshab qolmamdi. Men u kinoni ko'migan. Anglasam qiziq kino deydi. Heliqi, sana tekshirishni buyurgan odamda qanday qoldi? Qarab baqay. Anglab turing. Benvart qochib ketdi. Mono tamponini saqlayolmay derisidan tushib ketibdi. Oxirgisi texmi qiziq. Uni mingtasi topdim, lekin men qo'lsag'icha o'lib qoldi. Qarang, kim milliarder bo'lishni o'ylasa, shu tuyuqsizlar sakti bo'lib qoladi ekan. Meningcha uning ajali to'shibdi ekan. Yaxshi. Biroq 365 programma hozirm berilyapmandi. Demak, sen odamni to'g'ri topamagandek qilsan. Eg'ir bisiq bo'ling, birodar. Andiki nishon Tony Vettan. Hozirli bormi? Bo'pdimisa? Barik. İşni buzib qo'ydigan bo'lsang, o'rningga boshqasini avatiman, juma. Vel har birimiz uchun tushlik tomoq tayyorlabdi. Buning ichida uy hayvoni zerikchoq kartis turdi-ku. Hay, o'g'irlik chiqarmanglar. Men hammanglar yaxshi ko'radigan narsalarni birdan sepib qo'ydim. Meningki quruq ekan-ku. Siz tabiatni yaxshi ko'rsiz-ku. Bu yer mening yurtimga o'xshaydi ekan. Shug'unisi o'rmonlik tog'lar bilan tabiiy pivi yo'q-da. Ko'ktat qiymiliq sandviç. Bizning qo'shnilar bek yaxshi ekan. Men Hili Chiroy Alpasmonning sherigiga o'xshaydigan biri bilan tanishib qoldim. Uning ismi Borik Tapmeson ekan. Bu atrofda undaq birsi bada qilmagan to'g'ri. Yo'q ekan. Biroq biz faqat ichki ko'chinini tekshirdik.
Yaxshimsizlar? Hammanglar bakansizlar. Bogi. Yangi do'stlarni tepib olibsiz-da. Yo'q. Tuqqanlaringiz-g'o deyman. Tuqqanim emas. Bular Ayron bilan An jinsdosh oshiqlar. Intayin yaxshi. Men sizlarga amra xo'p qoldim. Bo'ldi, Bogi, rahmat sizga. Salohiyatingizni unutib qolmang Ayron. Do'stlarnaq bo'ling. Yura. Sizdan banan praniga pishirishni o'rganib olay. Ben yeyishlikka. Bering, o'rgatib qo'yaman. Biroq, xo'sh, rahmat sizga Bogi. Yana kelasiz. Qarang, Velning sirliq odami mush ekan. Xarlash talvisi emas-ku. Cho'qim shundaq. Ba'zi belgilari Renmel degan odamga o'xshaydi ekan. U qotil ekan. Borik. Ay, Asli sizni uyga taklif qilmoqchi edim. Biroq uyda mehmon bor. Amisa kechda bo'lsin. Kechda ko'rilmanlar bo'lmaydi. Ay. Jon, bugun kecha unutilg'isiz bo'ldi. Qandoq deysiz? Nega ishqinglar? Jimjit kecha. Kovek, biz faqat inoq do'stlardan uqdingizmi? Faqat do'st shu. Ikki odam. Jimjit kecha. Hey. Texchi bakansizlar-da. Bu qo'shilishlik so'zlash apparati emas deb bu ablaqqa necha qitim aytdim. O tutashtirib olay. Aql. Rahmat. Faqat bu. Qo'rq kel. Axira, yo'q so'rmoqchi edim. Toni qara. Birning bo'lmagan siz. Hey, nimaga oldiraysan? Hey! Bana hammani deb bo'lmasa bosh qo'yib yotmayman. Bosh qo'yib yotmamsan. Qani kela. Uning yollig'ini faqat birliman emas. Nimaligini bu? Gap qil. Menday. Ular Tonini maxfiy ma'lumot bergan deb qaraydi ekan. Shunga bir payloqchini yoshirin yollabdi. Buning ishi bo'lamdi ekan. Bu yerda obda yetib ol. Taksi haydayotganiga qancha uzun bo'ldi? Taksi? Yo'q, bu degan mening Hollywoodda xizmat qilishimdagi paxshi ish. Nima qilay deysan? Katta cho'lponlar meni izlab kelsin debsan ya. To'g'ri, men shahardagi Oji nomli kinodagi ishqiboz ayol cho'lponlar yoki yovvoyi odam zinolar kasgan deyman. Nima qilishim bilan karim yo'q. Faqat buni 48 soat ko'zda yo'qolsanglar bo'ldi. Hatto saqchilarni ko'rib qolmasa, bo'lmasa bizdan xaridorga chatoq Uni bo'ldi. qanchalik jiroqlikqa ketman. Eng yaxshisi Bradway qapti. Hozirlar Bradway qaplaydiman. Chatqora mayli. Rosi, Borik, yaxshimisiz? yaxshi. Nihoyat yaxshi. Bugun kechda yana chiqamsiz. To'xtab turing. Menga telefon kelib qoldi. Yaxshimisiz? Fel. Bilamsiz, shu topda intayin muhim birisi bilan telefon so'zlashyaptim. Tijorat to'g'riliq. Nima tijorat? Telefon tijoratdi. Ularda bir chiroyli o'yin chiqmayman ekan. Agar iqtidorni ko'paytirib bersak, ular hozirla berdi ekan.
Koş bilen John Tony'ni bir soň ýuşuryny izlep jurýatganlygyny baýkapdy. Borik gumanlyk takylady. Boldylar mening yaxshi odamni tepa ağınımga hasad qılıp atarsiz. Hasad qilmadim, onundan jilgarak turuň. Boptamisa, uyunçyk maymunny çapsa ilawamsa bolmaydy. Borik, Ýene men. siz meni Borikden ýyrak turuň diýdiňiz-go. Borik, bugün keç saat neçelerde meni ağılı kilisiz? Näk var siz? Sırtqı çıqıma. Borik bilen körüşkili çıkmaň, o ýakşy adam emas takylady. Men Borik bilen körüşkili çıqmayman. Men Kırxarga barman. Muşundak giyinipmi? Başqası bolmasa, Saat neçe qaytyp kelesiz? 2-3'lerde. Fel. 11 yerimden keyin qalmaň. Bir ýygyz gipimni alsanız bolmamdy. Müşigim! Yaxşymysiz Rosi? Çiraýly goýup ketipsiz-go. Rahmet. Borik bilen körüşkilim aldım. Daýsy qanda qalady? Ajryşyp ketdik. Pesaqatlymsa ekilişki şunça bala wagt getemda. Tony her cümä keşte Vinsajonga barady eken. Muş adatyn özgerse özüni aşkarlagan bilen barabar bolady. Närs kereklerini köperek ekesi bolat diýip gosugym pek içip ketdi. Negi bilen John eken. Giralim muvaffaqiyetli boldy. O ikisini birle orlaştırışdaki maksadiňiz. Oturup koydunuz. Onda emas dur. Hay. Hay. Aval mening planımni anlap berin. Nime? Aval tamak yeymiz, tansı oynaymiz. Andan keyin Tony'ning uyiga kirib, keraksiz narsalarni olamiz. Bugun keraksiz narsalarni yig'mabdiman. Qiziqmikan? Ha? Malal qildim. Heli Kovik, Tony Borikning keraksiz narsalarni yig'ib olishiga qo'shilmabdi ekan dedi. Men Tony'ning uyidagi pasildak qutidan Borikning barmoq izini ilib olgan edim. Shu bo'yicha izlab topdim. O kimke? Borik Tapmison degan Renmelning o'zi shu ekan. U xalqaro qotil ekan. O faqat bir tarbiy qaranglar. Sizden muhit qoğdaş qarşınızda men so'xlandim. Gezni mashinangizga sepib qo'ysam bo'lamdi? Ma'qul. Mashinam to'shib ketdi. Nima degan yerga ishlik? Ajiba, ular issiq o'tishib qapti-ku. Bu velnisi. Fel, men sizga undan jilg'aroq turing degandim-ku. U qatil ekan. Bir muhit asırgıcı qandaqsiga qatil bo'lgadak. Mening sezgim deb berdi. Mening 6-cı sezmim azaldan xata chiqqan emas. To'xtang Dasha. Shundaq bo'laversin. Bel u adliqning diqqatini burab tursin. U Tonyga yiqilishamsin. Hech bo'lmaganda programma e'lon qilinmoqchi. Bo'ptamsa, Tonyga obdan qarang. Unaga hammamiz birga qaraymiz. Haras qilib beqinglar. Tushlik tamoqqa kim keladi? Bo'ldi. Bu ya bo'ladi ekan. Yaxshi. Xaridorimiz kelgandan keyin sen odamlarni eng tuvan darajada kontrol qil. Bu yana bexatarlik tadbirlari yaxshi. Hatto prezident kelsimi chatoq chiqmaydi. Sizlar bevosita ko'z tish usulini qo'llansanglar bo'lmamdi. Shundaqda bexatar bo'ladi. Obdan fikr bo'ldi. Parvardigor. Aqlimizga nima ish qilganmaganda? Lentiga elayotgan naq maydonda tarqitilsak bo'ladi-ku. Ras. Sizlarda texnik yaxshi takliflar bormi? Nima ish qilaq maydonda ko'rsatsizlar. Ko'rish nisbati shuni talab qiladi.
Hozir ko'rurmanlar haqiqiy ahvolni, jiddiy hikoyalarni yoqtirdi ekan. Ya'ni shahvoniy narsalarmi bor? To'g'ri dedingiz. Masala shu ediki, biz sizlarni ularning bexatarligini qo'g'disin deb pul xajlab taklif qildik. Boshqa ish bilan qaringlar bo'lmasin. Nazorat qilish sistemasini qurashtirib bo'ldim. Biz navbatlashib yuqoriga chiqib Tonini kuzatsak bo'ladi. Voy, bek chiroyli bo'pti. Vil, bundaq chiroyli tizishni nereden o'rgangansiz? Bir qitim Güzel Ayrı Hoylisi filmini ko'rib yetib, uxlab qoptiman. Uyg'onsam, salfetkalar oqqoladek tizilib ketibdi. Nima degan mezlik? Piyaz purg'i. Yana qizilmishmi baka? Ha, qaltisqo. Menga mushundaq ishlashni xohlaydim. Tushdan keyin kim o'rnimga almishib ustinki qavatda kuzatdi. Bo'rik bizni er-xotin deb tushundi ekan. Anglsam uningga ajrashmoqchi bo'ldik debsiz-ku. Sizga deb qo'yay, undaq o'ng'ay ish yo'q. Amsamani deb qo'yay. Mening bo'g'isi ajrashgan erim tushlik tomoqda men qarashqim jur'at qilmay o'ltirdigan ish bo'ladi. Chapsan yuqoriga chiqin. Tez bo'ling. Meni yegil qo'ymamsiz? Sizga ep qo'yaman. Tez bo'ling. Tez. Tez bo'lsangiz-chi. Men sizni og'rib qoldi yoki sirtqa chiqib ketdi deyman. Bo'ptamisa, ep qo'yishni unutib qolma. Hargiz unutib qolma. Men achay. Hay. Xato gap qilib qo'ymang Jumo. Oltin sezimingizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar u yaxshi odam emas. Hirqi barmoq izi uning ishkaligini qanday bildingiz? Boshqa qotillarmi o'sha axlatlarga qo'l tekkizgan bo'lishi mumkin. Keraksiz narsalarni yig'ish mening ishdan sirtqi qiziqishim. Amaliyotda men bir shirkatning kasbiy maslahatchisi. Kalla o'g'lash shirkatiningmi? Aslida opam meni nervi kasalliklari doktori qilmoqchi edi. Biroq men o'rganolmadim. Bo'ldi, ko'pchilik sho'rpa tayyor bo'ldi. Bu o'xshamagan sho'rpa. Qani, ketib yiqinglar. Marhamat. Rahmat. Qani marhamat. Haqiqiy mo'tvarlardan ekansiz. Mike Gedi efendi qani? O sirtda. Kinoda. Sirtda kino ko'rayotibdi. Komandirovkaga ketgan. Siz sal kechikib keldingiz. O siz kirishdan oldin telefon qildi ekan. Shundaqmi? Shundaq. Men chiqay. Men chiqay. To'xtanglar. Ustingi qavatda o'ynaydigan narsa Bu vaqtda. Nega bilan Jon? Shundaq, bayil tug'ilgan. Meningmi birini beqivag'im bor. Shundaqmi? Bir qiz beqivolay desam, rasmiy debak murakkabkan. Qahva ichamsiz suyimligim. Oxirgi birsini Dashaning taxtdan ilib oldim. O nim qilyotdi. Tejigum seni mashq qilyapamdi nima? Uning ichim og'rib qoldi. Dasturib shirkatning jinoyatini fosh qilishga jur'at kerakchimi? Uningda jur'at bor. Bo'ri qanday bo'ldi? U normalg'u. Akila. Oxiri xabaring keldi. Barikna ketdikin. Ilgirlash bormi? Men barliq paketlarni yo'q qilib etmoqchi. Hech qanday shohid qolmasin. U bek salopatlikkan, muloyim ham chaqchaqchikan. Bilima, u keldi. Men azaldan osh qizil lungini ko'mabdi ekanman. Bek chiroyli ekan. Bo'ldi. Tamoqni yeb bo'ldik. Mening bo'rik bilan sirtqa chiqib havo yegim kelyotdi. Chiqadiganlar bormi yo'qmi? Bo'ptamisa, o'zimiz chiqib beraylik. Xo'shamsa. Ko'ngillik o'ynag'aysizlar. Fel bizni bo'riqqa jinsidash oshiqlar demadi. Bo'y yig'i degan. Amis qachilan o'zim yolg'iz uyamdim-a?
Shundaq, yana kelib bu tamoq sizning hisobingizga yoziladi. Mundaq odamni ko'rganmisiz? Qarasangiz boshqacha ko'rinadi. Ammo aralashsangiz o'ylaganingizdek chiqmaydi. Men Yohan Chofta bilan ko'rishganda shunday his qilgan. O chaqda u andila bir kinoda rol olgan. Texi danq chiqmagan edi. Yo'q, men demoqchi bo'lganim. Ba'zilar haqiqatan odamning hayotini o'zgartirib yetaligidek alohida bo'ladi ekan. Oh. Biroq u odam sizga samimiy bo'lmasligi, yolg'on so'zlagan bo'lishi mumkin. Masalan, xizmati bor turib, xizmatim yo'q deydi. Shunday. Hattoki uning xizmati ikkisining birga bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. O kishi matrosmi? Undaq emas. Biroq to'g'ri, u hamma yerda qatirib yuradi. Shunday. Ras. Kasbiy qatilmi? İliştirmanglar, biz muhim işini sözleşiyapmiz. Esil mashina ekan. Moshundaq mashinam bo'lgan deydi. Biroq Millat bovoy zodi bamiga. Ma'qul. Chataq yo'q. O'zimizga ish tervog'imiz yo'q. Men mashinada tushaylik. Ashqishni qo'yib qo'yaylik. Bo'ldi, jiddiylashmanglar. Qani ver, mashinadan tushing. Ashqish qolsin. Tez tushing. Tez bo'ling. Mashinamni tushing. Ver, avval mashinadan tushing. O'zingizni tutib eling. Bo'ldi. Qarang, chataq yo'q. Yo'q. Tashani degin to'g'ri chiqdi. Hey! Ver! To'xta! Nega borsiz? Ketma! Ashqishni tez chiqar. Tez. Parvardigor, shundaqkan, to'g'ri debsizlar. Bu eski odamkan, bo'rik eski nima ekan? U bir odamning beligini mahordek to'lg'atdi. O Parvardigor, u qo'g'lab kelyapti. Qanday qilaman? U kelyapti. Aldırmanglar. Eng yaxshi qurolni tashla. Muhit asirg'uchi qotil, yolg'onchi adam. Nima? Yolg'on aytgan men emas, qo'dayman. Bil ironis qildi. Shundaq, biroq men sendek qotil emas. Men haqiqiy qotil emas. Amsi sen kim? Ma'qul emasa, men iste'molchilar huquq organidan biz Tonini bir amal qilib qo'dimoqchi bo'lib atdik. Yolg'onchilik qilmadim. Men muhit asirg'uchi hisoblanaman.
Siz adam öldürmeganmi? İlgiri o'ltirgan. Hammasi eski odamlar edi. Tonining maxfiy ma'lumot yo'lig'ini siz qanday bildingiz? Uning uyidagi keraksiz gazetda 365 programmasining telefon nomeri bor ekan. Çataq bo'ldi. Bo'rik ko'ygan bo'lsa, boshqalarmi ko'ygandir. O'tganda men tutib olgan odam ishki qismda payloqchi bor degan. Men de sizmikin debdim. Chataq bog'ini Tonini kim qo'qdayotdi? Mana. Kim? Men Bogi. Sizning qo'shningiz. Hay. Bugun boshqachilar bo'lyapsiz-ku. Shundaqmi? G'ayri ko'rinayotgan o'xshayman-a. Biroq buningga loyiq bo'lsin dedim shu. Kay, ketme. Bu xil harakatlar butunlay ayollar usulga yetaklaydi. Biz qadam o'rnida qarab boqaylik. Qanamsa, ko'pchilik birlikda ishlayli. Sol putni aylantirishga boshlaymiz. Asta-asta solga aylandi. O'ng putni asta-asta sol putga yaqinlashtiramiz. To'g'ri, yaxshi. Mashhur amalli qo'dg'ichilar. Kay, Tonini kuzatib o'tamsiz. Albatta, qilchi bo'shashmaydi-a? Ishlar joyida bu. Albatta. Heliqi chataqchi qo'shnimiz bo'yiga yana kiribdi. Balkim qattiq quruq praniklarni akirpagli kirdimikin? To'xtang. Bo'yi qatilgan. Obdan hozirlangansan. Mana hujjatlarni yo'qotgandan keyin seni mi yo'qotdim? Yana bir nusxa hujjat bor edi. Menimcha mushu dovna ostida qoldim ekan, topolmadim. Hay. Bunda ishni qiladigan odam rassiz bo'lmasligi kerak edi. Hozir qattiq besim ostida qoldim. Aldirma. Uzunga qolmay besimdan qutulasan. Oh, to'xta. Oldirmay turing. Yana bir nusxa hujjat ishxonamda qolibdi. Bo'pti, hozirlab berib olaylik. Yura. Bogi, praniklarimiz ko'kirib Quralimni ko'ydingmi? Qechib ketamaysan. Bo'ldi, elishtirmanglar. Qamirlashma. Bo'lmasa buni etib tashlayman. Bunchalik orliq menga hech gap emas. Qimirlamanglar. U meni o'ltirib yetadi. qo'rqmang, sizni qutuldirib olamiz. Uni to'sib olaylik. Tonini qutqizaylik. Maşinadan tush. Tez tush. Bo'ldi. Hammanglar bormi? Hech kim yaralanmagandi. Dasha bilan Jon programma naq maydoniga ketdi. Toni, hikoyangiz ko'rish nisbatini oshirishning rekordini yaratsin. Sizlar Tonini qo'g'dab beringlar, uni menga qoldiringlar. Bunda qilsak bo'lmasmikan? Meni uningga qoldirmanglar. U meni o'ldirib yetadi. Shundaqmi? Sen Tonini o'ldirmoqchi bo'lgandekmi? Borik. Men uni saqchilarga tirik topshirib beraymikin deyman. Sizlar menga ishoninglar. Nima uchun? Chunki sizning kuchli hukm iqtidoringiz bor emasmi? Bo'ldilar. Tez mangaylik. Bevosita ko'zitish uydagilar bizni kutib turyapti. Bizni qutqizganingizga rahmat. Meninglar. Purchaq uyutmiz pishirig'iga qarzdorchimisiz?
tortib bizning tarmoqdagi nurg'un hujjatlar aniq ko'z turibdi. Ularning navbatga ishlab chiqarayotgan moddalari zaharlik. Toni, eladigan so'zlarimizdan qaraganda, qani ayting. Boginim bo'ldi. O'ldimi? Yo'q. Saqchilar 5 minutdan keyin keldi. Ras. Siz yaxshi odam. Rahmat. Ikkimizga mumkin emas. Chunki mening nurg'un e'tiqodlarim bor. Men go'sht yemayman. Yolg'onchilik qilmayman. Yana bir jihatdan men odam o'ldirgan kishi bilan aralashmayman. Yo'q. To'xtang. Siz kasbiy muhofazachi tursangiz, jidal majra odam o'ldirish siz uchun odat. Yo'q, biz hargiz odam o'ldirmaymiz. Farqimizni tushungansiz. Muhit asrash bilan shug'ullanavering. Yaxshilik qilman yanida. Bo'pti. Amisi men bo'lay. Xo'sh. Rolik maaşınız üstüş kerak edi. Foydasi nima? Pulim bo'lgan bilan xashigil vaqtim bo'lmasa. Shuncha kan Kaliforniyada odamlar mig'miq tursa, menga loyiq bir his chiqmasmidi? Nimishqa doim qatlni yoqtirib qolgandimi? U haqiqatan qamlashmagan ekan. Qatilning gapini qilsangiz, Covid tutib olgan odam esimga kelyapti. U qandayroq odam ekan? New York kech bo'lmas shahar. U erkinlik ilohining makoni. Rangarang dunyo. Qalaydigan odam har qanday yerda jon boqalaydi.